Amerika Tashqi ishlar ministrligi Angliya, Litva, Kanada va Gollandiya parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bu ayblashlarni tekshirish uchun Angliyaning poytaxti Londonda Uyg'ur sud kollegiyasi qurilgan bo'lib, navbatda tunji guvohlik yig'ini o'tkazmoqda. Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lagerlarida qiyin qistoqqa ilinganlar sud guvohchisi sifatida guvohlik berdi. Ular uchirgan vahshiyliklar butun dunyoning diqqatini tortdi. Uyg'ur va qozoq ota-onaning farzandi bo'lgan Qozog'iston fuqarosi Ömer Bakali o'zining Sharqi Turkistondagi oilasini yo'qlig'iga borganda qo'lga ilinganligi va jazo lageriga tashlanganligini aytdi. O mundaq dedi: "Beshimga bir xalta kiygizildi. Bu holatda men boshdan oxir tekshirildim. Oldingi 4 kunduz qattiq qiynashlarni boshdan kechirdim. Ular meni to'g'risiga esib beshimdan putimgacha hamma yerim ko'rdi. Undan keyin men qo'l va putim zanjir bilan bog'langan holatda lagerda 7 oy turdim. O'zining terrorlik harakatlarini tashkillagan va terrorchilarni yoshirish qatorliq jinoyatlarni qabul qilishga majburlanganligini bayon qilgan, ammo u rad qilgan Bekali dadasining lagerda o'ldirilganligini, enisining polish bo'lib qolganligini aytdi. Vengriya hukumatining Xitoy bilan hamkorlashib, poytaxt Budapeshtda Shanxay Fudan universitetining tarmoqini echish planiga qarshi sadolar kuchaymoqda. Budapesht shaharlik hukumat bu qarorga norozilik bildirgandan keyin bu qitim minglagan kishi ko'chalarga chiqib namoyish qildi. Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, 10 mingga yaqin vengriyalik 5-iyun shanba kuni poytaxt Budapeshtda namoyish qilib, bosh ministr Viktor Orban hukumatining bu shaharda Fudan universitetining sho'ba maktabini qurish planiga norozilik bildirgan. Namoyishga Budapesht shahrining boshlig'i Karaksonmu qatnashgan bo'lib, u parlament maydoni oldida to'plangan namoyishchilarga so'z qilib, hukumatning xalqdan olgan bojga Xitoydagi bir universitetining sho'basini ichishiga qarshi ekanligini bildirgan. Budapesht shaharlik 9-rayon hukumati 2-iyun Fudan universitetining sho'basi ichilishi planlangan joydagi ko'chalarning nomini Hong Kong, Uyg'ur va Tibetlarning nomiga atab o'zgartirganligini e'lon qilgan edi. E'lonlanishicha, bu ko'chalarga Dalay Lama yo'li, Uyg'ur shiyitlar yo'li va Erkin Hong Kong yo'li deb nom berish qaror qilingan. Amerikaning sobiq prezidenti Trump Shimoliy Karolina shtatida o'tkazilgan Cumhuriyetchilar partiyasining qurultayida nutq so'zlab, Amerikaning yuqumli kasalliklar mutaxassisi Fauci'ni aybladi va Xitoydan to'lam talab qildi. Bir mezgillik sukutdan keyin siyosiy sahnaga qaytib kelgan Trump Fauci'ning koronavirus yuqumini bartaraf qilish usulini tanqid qildi. O Fauci'ning virusning kelish manbasiga bergan bahosining to'g'ri emas ekanligini aytdi. Fauci bir qatam virusning Wuhan tajribaxonasidan kelganligi to'g'risidagi savoldan gumonlangan. Trump yana so'zida Xitoyning Amerika va dunyoga 10 trillion dollar to'lam to'lishi kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. U yana davlatlarni Xitoyga qarz qaytarmaslikka chaqirdi. Belorusiya hukumati o'z havo tavalligidan o'tgan bir yo'lovchilar aeroplani qo'nishga majburlab va o'qituvchi jurnalist Protasevishni qo'lga olgandan keyin Yevropa Ittifoqi Belorusiya aviatsiya shirkatlariga qarata havo tavalligini rasmiy taqiqlanganligini e'lon qildi. Buningga asosan Belorusiya aviatsiya shirkatlariga tava aeroplanlarning Yevropa Ittifoqining havo bo'shlig'ida uchishiga va Yevropa Ittifoqidagi davlatlardagi aerodromlarga qo'nishiga va uchishiga yo'l qo'yilmaydi. Yevropa Ittifoqining jazosi sababidan Yevropa Ittifoqi davlatlaridan Belorusiyaga yoki Belorusiyadan Yevropa Ittifoqiga sayohatga bormoqchi bo'lganlar bevosita ucha olmaydi. Protasevich qo'lga ilingandan keyin davlat televiziya kanalida tarqatilgan ziyoratda o'zining prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi keng ko'lamli namoyish tashkillaganligini e'tirof qilgan, ammo Protasevichning opasi o'g'lining bu so'zni qiynash natijasida qilinganligini aytdi. Pakistanning janubida 2 tez poyezd so'qilib ketgan bo'lib, voqeada kam deganda 30 odam qazo qilgan, 50 odam yaralangan. Hodisa Pokistonning Sindi o'lkasi Kotki shahrida yuz berdi. Bir tez poyezd texnik aniqlanmagan sababdan relsdan chiqib ketgan. Uzoq o'tmay yana bir poyezd relsdan chiqib ketgan poyezdga so'qilgan. Dastlabki aniqlashlarga qaraganda izlash va qutqizish xizmatlari davomlashgan hodisada 30 odam qazo qilgan, 50 odam yaralangan. Signal sistemasining yetarsizligi va kona reli sababidan Pokistonda poyezd voqeasi doim yuz berib turadi.